Sizlar orasida qo'fil ko'rguningizcha o'zim haqimda 5 ta fakt aytib beraman. Faktlarim boshlanishidan oldin men sahifamga obuna bo'lishni unutmanglar. Men juda ham yovvoyi qizman. Menga yoqmagan odamlar bilan gaplashmayman. Ular menga gapirayotgan bo'lsa ham va bir xillarida ular yoqishmaganini o'zligi sezishadi. Yaqinlarim menga yoqmaydigan ish qilsa yoki meni xafa qilsa, men umuman unutmayman u narsani, kechirishim mumkin, lekin esimdan chiqmaydi. Men juda ham egoist bo'lganman. Meni o'rtog'im, menga yoqadigan insonlar hammasi faqat menga tegishli bo'lishini xohlagan. Bu narsa ustida haligacha ishlayman. Chunki bu narsa ne только ularni, meni juda ham qattiq charchatadi. Kichkinaligimdan nimagadir shunaqa edim. Men bilan o'rtoq bo'lgan odam faqat men bilan o'rtoq bo'lish kerak, birov bilan o'rtoq bo'lish kerak. Xudoga shukr, hozirgi yoshim kelib bu narsa ancha mendan uzoqlashgan. Eng kelinligimda qaynonam boshqa kelinlarni maqtasalar juda ham jahlim chiqardi. Hozir qo'shilishib maqtab o'tiraman. Qaytanga minuslarni yopib, pluslarni ko'proq aytishga harakat qilaman. Ko'pchilik turmush o'rtog'idan qo'rqish kerak deb o'ylashadi. Men bu fikrga umuman qo'shilmayman. Xillarda hurmat bilan qo'rquvni adashtirib qo'yishadi. Agar er-xotin bir-birini hurmat qilsa, yolg'on gapirmasa, xiyonat qilmasa, nimaga qo'rqish kerak bir-biridan? Kommentariyada o'zingiz fikringizni kutaman.